Dorilar yetmayaptimi puli hozir? Dorilarga pul yo'q. Nima, bankaga yozishingiz kerakmi hozir? Yo'q, shunga aytgan dorilar ham yozib bergandim. Buni ichida sovg'a bor. Buni nimaligini bilmayman o'zim. 500 ming pul tanlaysizmi, sirli sovg'ani tanlaysizmi? Sovg'a. 1 million qilsamchi? Sirli sovg'a. 1,5 million qilsamchi? Sirli sovg'a. Sirli sovg'ani tanlaysizmi? Bitta xudo xolasa 5 million pul bor. Mana shuni olasiz, davolanishingizga inshaalloh ishlatasiz. Qo'shganingiz bilan qo'shqataringiz uzoq umr bersin Alloh. Yuzlarga minglar kirib yuringlar. Menda qalarga yordam ber. Alloh akbar. Davolanishingizga yetami xudo xolasa, ha? Xudo xolasa yetadi, inshaalloh, ha? Shu nimalaringizni kamchiliklar ishlatasiz. Azizlar, uylari yo'q hozir paytda, yashash joylari yo'q. Inshaalloh bir yashashingiz holatingizni xudo xolasa ko'rsatib, xudo xolasa opa, qo'limdan kelgancha imkoniyatim yetguncha yordam qilib turaman. Alloh rozi bo'lsin. Sizlar ikki dunyo saodatini ko'ring. Bu hayotda hammamiz sinovli dunyoda yashayapmiz-da. Siz Allohni yodingizga olib, undan so'ravering, xudo xolasa mana shunaqa bizga o'xshagan sababchilardan yetkazib qo'ya nasib qilsa.